Assalamu alaykum qarindoshlar, Uyg'ur sog'lomlik kanaliga xush keldinglar. Bugungi so'zlaydigan mazmun diabet kasali bo'lganligining yoki bo'lish ehtimoli borligini ogohlantiradigan teridagi o'zgarishlar to'g'risida qisqacha to'xtalmoqchi. Bu tuanda so'zlaydigan teridagi o'zgarishlar odatda o'zini sog'lom deb o'ylaydigan, o'zida hech qanday klinikalik bir binormallik bo'lmagan, hech qanday dori iste'mol qilmaydigan kishilarda ko'rilsa diqqat qilish kerak. Chunki bular diabet kasalida, diabetning oldingi davrida va yoki badan og'irligi eshib ketganlarda ko'riladigan teridagi alomatlar. Birinchisi, terining qilinlab qardab ketishi. Bu to'liq ko'riladigan o'rinlar bo'yin qismida, bo'yinning keyni va ichki yon tarafida ko'proq ko'rildi. Undan boshqa yana qo'ltiq qismida, lekin qo'l putlardimi ko'rildi, ham badanning boshqa yerlarida ko'rish ehtimoli bor. Bu bo'lsa badanning insulinga qarshi turish kuchi eshib ketganligining beshorati bo'lib, diabet kasali yoki diabet kasaliga giribdor bo'lish xavfi bor kishilarda ko'p uchraydi. Navoda bolalarda mushtaq ahvol bo'lsa, kichik bolalarda bu bolaning qanday yemeklarni iste'mol qilayotganligiga diqqat qilish kerak. Navoda tatliq yemekliklarga yoki axlat yemeklarni yeyishga amroq bo'lsa, bu bolalarga yordam qilib, ota-onalar yemek-ichmek odatini o'zgartish kerak. Bo'lmasa, ular mushbit ketaversa, cho'ng bo'lganda ikkinchi tipli diabet kasaliga giribdor bo'lish nisbati nihoyat yuqori. Ikkinchi teridagi o'zgarish bo'lsa, bakteriyalik yuqumlanish sababli teridagi xaltaliq ishiq. Buni odatda chiqanma deb ataymiz. Bu bo'lsa, qandagi qandning yuqori bo'lishi sababli bakteriyalarning ko'payib ketishidan bo'ladi. Yuqori qandlik muhitda bakteriyalar nihoyat yaxshi ko'payalaydi. Shunga davomli chiqan chiqadiganlar o'zining yemek-ichmek odatiga qarab beqish kerak. Tatliq yemeklarni yeyotamdim yoki yemek yeyish miqdorim yoki tomoqning miqdori eshib ketayotamdi, bularga qarab diqqat qilish kerak. Uchinchisi, sababsiz teri qichishish va teri qurg'oq bo'lish. Bu eng ko'p ko'riladigan bir xil teridagi alomatlarning biri bo'lib, odatda doktorxonalarga borsa, buningga kortison mini berdi. Bu vaqtliq to'xtatganda qilgan bilan yana bu qichish qaytib keladi. Shunga buningmi qandagi qand yoki insulinning miqdorini tekshirib beqish kerak. Bular yuqori bo'lib ketdimi yoki qandaq nima uchun qichishyotidi, buningga bir izlanib beqish kerak. Bu ko'pincha vaqtlarda shu diabet kasali bo'lganlarda ham diabetning oldingi davrlaridagi ko'p ko'riladigan teridagi bir alomatning birisi. To'rtinchisi bo'lsa, virus sababli terida ko'riladigan so'galsimon o'zgarish. Bumi qandagi qand yuqori bo'lganlik sababidan bo'lgan. Bu chog'da viruslar ko'payib alohida jiqlab ketadi. Odatda qandagi qand yuqori bo'lsa, viruslar emas, boshqa mikroorganizmlarmi ko'payib ketadi. Bu yerda faqat virusnikida sababli buni ko'rsatdim, lekin shu zamburug' ko'payib ketish sababli har xil terida kasalliklarni paydo qila oladi. U to'g'riliq bugun to'xtalmaymiz. Hamda yuqorida so'zlab o'tgan bu bir necha turli teridagi o'zgarishlarni odatda biz shu tomoq yemek-ichmek odatimizni o'zgartirish orqali buni keyinga qaytarib saqayta olamiz. Uning uchun yemek yeganda shu shakar miqdori bo'lgan yemeklarni ham kraxmal miqdori yuqori bo'lgan yemeklarni amalva iste'mol qilmagan yaxshi. Chunki bu diabetning oldingi davri yoki diabetes bo'lgandan keyin buni saqaytish uchun bularni to'xtatish kerak. Bunda shakar miqdori yuqori ham kraxmal miqdori yuqori bo'lgan yemeklarni. Ondan keyin sog'lom oziqlanish kerak. Sog'lom oziqlanishda sog'lom may, ko'ktat, sog'lom mevalarning ichidami
şeker miqdorini o'rlatmaydigan meyvelarni yeyish kerak. Onundan keyin eng muhimi shu davomliq ro'za tutib berish, shu yuqoridagi hamma teridagi bu alomatlarga ham diabet kasaliga, diabetning oldingi davrining keyingishiga ham ig'irlik eshib ketishining hammasini davolaydigan asosli oshqoch. Shunga yuqoridagilarni bir qisqacha so'zlab o'tdim. Yoqtirib anglashinglarni umid qilaman. Inshaalloh keyingi videolarda yangi mazmunlar bilan ko'rishguncha Allohga omonat bo'linglar.